O'sha tong Misr boshiga kulfat yog'ildi. Uylar ichidan odamlarning baqiriqlari eshitila boshladi. Askarlar eshiklarni buzib kirib, chaqaloqlarni onalarning qo'llaridan yulib olishardi. "Iltimos, bolamga tegmang, endi 1 yoshga kirdi." Onalar dod solib yig'lashar, ammo hech kim quloq solmasdi. Otalar ilojsiz, aka-ukalar esa qo'rquvda edi. Bu Fir'avn tomonidan buyurilgan dahshatli qatlam edi. Ular iskanjadagi iymon ahlining chaqaloqlari edilar. Ularga hali ism ham qo'yilmagandi. Chaqalog'ini quchoqlab turgan bir ona qo'rquvdan qaltirardi. Uning ham navbati kelishidan qo'rqardi. Ammo Alloh bu chaqaloqni mana shu to'polondan kutilmagan yo'l bilan qutqarib, Misr kelajagini yaratdi. Fir'avn nima uchun bunday dahshatli buyruq berdi? Hali emaklay olmaydigan bolalarning nimasidan bunchalik qo'rqqan? Dahshatli tush sabab tuzoq qo'ydim deb o'ylagandi, ammo Allohning hech kimning aqliga kelmaydigan rejasi bor edi. Shunday qilib Muso va Fir'avn o'rtasidagi to'qnashuv boshlandi. Bu tarixdagi eng ulkan qissalardan. Dunyoning yarmidan ko'pi tan olgan payg'ambar haqidagi qissa. Ammo islomda bu qissa boshqa dindagilardan farq qiladi. Bugun Muso qissasiga Qur'on va Injil nuqtasidan qaraymiz hamda o'xshashlik va farqlarni taqqoslaymiz. Shuningdek, qay birini tarixiy qaydlarga to'g'ri kelishini o'rganamiz. Muso alayhissalom nomi bilan tanilgan payg'ambarning buyuk qissasi, uning mo'jizalari, saroyda o'tgan yillari, sehrgarlar bilan bahsi, Fir'avnning shafqatsiz tizimi va uning yakuniy qulashi. Tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. Quddusdan chiqqan ulkan olov Misrni qamrab olib, uylar va odamlarni kuydirib tashladi. Ammo u Banu Isroilga tegmasdi. Olov yonardi, ammo ular kuymasdilar. Fir'avn qo'rqqanidan terlab uyg'onib ketdi. Bu dahshatli tush edi. Shu zahoti "Kohinlarni chaqiring" deb buyurdi. Tushining ta'birini darhol bilishni istadi. Kohinlar kelgach, ular aytishdi: "Isroil farzandlaridan bir chaqaloq dunyoga keladi hamda Fir'avnning hukmronligiga yakun yasaydi." U qat'iy qaror qildi. O'sha bola o'lishi lozim edi. Shu sabab o'sha tong Isroil boshiga qirg'in yog'ildi. Islom manbalarida qissaning mana shu qismi shunday keltirilgan. Ammo eski ahdga ko'ra qirg'inning sababi Fir'avn isroilliklar kun kelib bosh ko'tarib, uni taxtdan ag'darishlaridan qo'rqqani edi. Fir'avn o'zini xudo deb da'vo qiladigan yovuz, takabbur va shafqatsiz hukmdor edi. O'z maqsadlari yo'lida har ishni qilar edi. O'g'il chaqaloqlarni o'ldirsam hukmdorligim saqlanadi deb o'yladi, ammo u Allohning rejasi hammanikidan ustun ekanligini bilmagan edi. Alloh Fir'avn astoydil izlab yurgan go'dakni uning saroyiga olib kelib, yana o'z qo'llari bilan katta qildirdi. Kishi qanchalik aqlli bo'lmasin, Alloh uning ko'zini ko'r qilib qo'ysa, qarshisida turgan dushmanini ham ko'ra olmas ekan. Ammo bularning bari qanday sodir bo'ldi? Yo Kabid, Musoning onasi nima qilishini bilmay qo'rquv bilan duo qilardi. Alloh esa unga vahiy ila yordam qildi. Biz Musoning onasiga vahiy qildik. Uni emizgin, qachonki undan qo'rqsang uni daryoga oqiz. Qo'rqma va qayg'urma, uni albatta o'zingga qaytaramiz va uni payg'ambarlardan qilamiz. Tasavvur qiling, bolangizni savatga solib daryoga oqizarmidingiz? Tashqaridan bu o'ta qo'rqinchli ko'rinadi, ammo Allohning ilhomi ona qalbiga taskin bo'ldi. U Allohga ishondi va farzandini daryoga oqizdi. U farzandi ortidan kuzatish uchun qizi Maryamni jo'natdi. Har bir to'lqinni o'zi idrok qilib turgan zot Alloh esa uni to'g'ri Fir'avn saroyiga olib bordi. U yerda esa chaqaloqni Fir'avnning xotini Osiyo ushlab oldi. Osiyo farzand ko'rmagan edi. Qachonki u savatda yotgan chaqaloqni ko'rgach, uning yuragi o'zgacha ravishda ura boshladi. U Fir'avnga: "Bu bola men uchun ham, sen uchun ham ko'z quvonchidir. Uni o'ldirmanglar. Shoyatki u bizga foyda bersa yoki uni bola qilib olsak" dedi. Ularni hech nimadan xabari yo'q edi. Ammo eski ahdda keltirilishicha, chaqaloqni topib olgan Fir'avnning xotini emas, balki uning qizi deyilgan. Fir'avn uni taklifini qabul qildi, ammo bir muammo bor edi. Chaqaloq yig'lar, emizdirilishi kerak edi. Qancha onalar kelsa ham ularni emizishdan bosh tortdi. Shunda chaqaloqni maxfiy kuzatib kelayotgan opasi kelib, "Sizlarga chaqaloqni emizdira oladigan odamni ko'rsataymi?" dedi. Shunda ular to'g'ri Musoning onasi tomon borishdi. Shunda u o'z bolasini emizdi, o'z farzandini qayta ko'rdi. Hech kim uni kimligini bilmasdi. Shu sabab chaqalog'i bilan birga bo'lishi kafolatlandi. Alloh o'z va'dasining ustidan chiqdi. Endi Allohning keyingi va'dasiga navbat keldi. Va uni payg'ambarlardan qilamiz.
Endi esa Musa va Fir'avn o'rtasidagi to'qnashuvlar haqida gaplashamiz. Vaqt o'tdi, bola saroyda katta bo'ldi, ammo u o'zini dunyodan cheklab qo'ymadi. O'z qavmiga qilinayotgan zulmlarni ko'rib ezilardi. Saroyda maxsus ta'lim olgan bo'lib, harbiy rahbarlikdan tortib odamlarni boshqarishgacha, ijtimoiy ko'nikmalardan shaxsiy odob axloqgacha ko'plab sohalarda o'qitilib, mahorat va xulq-atvor jihatidan o'sdi. Zehni sabab atrofidagi yomon illatlardan ham saboq oldi. Jirkanch muhitda bo'lishiga qaramay, gunohlardan o'zini pok saqladi. Ba'zida saroydan chiqib ko'chalarda o'z qavmiga qilinayotgan adolatsizliklarning guvohi bo'lardi. U zulmni o'z ko'zi bilan ko'rdi. Mana shular uning dunyo qarashini shakllantirdi. Mudhish bir voqea sabab Misrdan qochib ketishga majbur bo'ldi. O'lishiga oz qoldi. 8 kun davomida sahroni kezdi. Yeyishga hech nimasi yo'q edi. Nihoyat u Madiyan hududiga borib 8-9 yil yashadi. Islom manbalariga ko'ra u Shuayb alayhissalom bilan yashab undan saboq olgan. Eski ahdga ko'ra esa Jetro ismli bir rohib bilan turdi. Ikkalasida ham u o'sib, ulg'ayib bordi. Keling, endi uning Fir'avn bilan ajib to'qnashuvi, birinchi vahiy kelishi va zolim podshoh bilan ilk jangi haqida gaplashsak. Ana shu bir kecha payg'ambar Musoning hayotini butkul o'zgartirdi. Dahshatli, sovuq va qorong'u kecha. Muso alayhissalom oilasi bilan sahroda ketib borardi, ammo qayerga ekanini bilishmasdi. Sovuqdan qaltirab sahroda zo'rg'a yurib borishardi. To'satdan ko'zni qamashtiruvchi bir narsani ko'rdi. Olisda bir daraxt yonib turardi, ammo olov daraxtni kuydirmas edi. Na uni shamol uchirardi, na undan tutun chiqardi. U olov oldiga borishni xohladi va hozir bir narsa bo'lishini his qilib turardi. Shunda ovoz keldi. Ey Musa, albatta men o'zim olamlarning Robbi Allohdirman. Qissaning ikkala ko'rinishida ham sirli olov voqeasida Musoga vazifa yuklatilgan. Eski ahdda buta, Qur'onda esa daraxt keltirilgan. Men otangning xudosiman, Ibrohimning xudosiman, Ishoqning xudosiman va Yoqubning xudosiman. Shunda unga asoyingni tashla deyildi. Asoning ilonga aylanganini ko'rgach, ortiga qaramay qocha boshladi. Alloh unga: "Ey Musa, beri kel, qo'rqma. Albatta sen omonlikdagilardansan" dedi. U ilonni qo'liga olgach, yana asoga aylandi. Shunda unga qo'lini qo'yniga solish buyurildi. Qaytarib chiqarganida esa qo'li quyoshdek porlar edi. Bular Fir'avnga ko'rsatgan ikki buyuk mo'jizalar edi. Bu ikki qissaning farqi mo'jizalardan ko'zlangan maqsadda. Qur'onga ko'ra, har bir payg'ambar singari Musa alayhissalom ham adashgan qavmni iymonga chorlamoqchi va zolimlarni tuzatishga harakat qilmoqchi edi. Shu sabab unga mana shu mo'jizalar berilgan edi. Eski ahdda esa mo'jizalar boshqa maqsadda berilgan. Ular faqatgina Banu Isroilni Misrni boshqarishga undash uchun edi. Kimdir ishongan, ishonmagani muhim emas. Musa oldida mashaqqatli kunlar turardi. Tasavvur qiling. O'zini Xudoman degan bir zolim qarshisida turibsiz va unga Xudoning quli ekanini aytmoqchisiz. Xuddi hamma kabi u ham sajda qilishini aytayapsiz. Musa har bir so'zi qonun hisoblangan, istagan kishisini o'ldira oladigan zolim qarshisida turar edi. Yetmaganiga yana uning qo'l ostidagi qullarni ham tortib olmoqchi edi. Mol-mulkiga putur yetkazmoqchi edi. Musa ushbu ilohiy topshiriqqa qanday javob qaytardi? Qur'on uning duosini keltiradi. Ey Robbim, mening qalbimni keng qil, mening ishimni oson qil, tilimdagi tugunni yechgin, so'zimni anglashsinlar. Menga o'z ahlimdan bir vazir qilib ber, og'am Harunni, u bilan belimni quvvatla, uni ishimga sherik ayla. Alloh esa uni duosiga javoban: Ey Musa, senga so'raganing berildi dedi. Endi u yolg'iz emasdi. Uning tilidagi tugun yechildi hamda akasi Harunga ham payg'ambarlik berildi. Albatta, hech kim bunday vazifani yolg'iz uddalay olmasdi. Musoning eski ahdda bergan javobi qanday edi? Muso Robbiga dedi: Robbim, bandangni kechirgin. Men hech qachon notiq bo'lmaganman. Na o'tmishda, na quling bilan gaplashganingdan beri men so'z va tilda sustman. Boshqa manbada bunday deyilgan. Lekin Muso: Robbim, bandangni kechir, boshqasini yubor dedi. Alloh unga yonida turib, qo'llab-quvvatlashi uchun Harunni berishini aytdi. Shunday qilib, uning topshirig'i boshlandi. Eski ahdda savollarga sabab bo'lgan yana bir narsa bor edi. Keyinchalik hikoyada Misrni tark etishdan oldin Muso va uning qavmiga g'alati bir buyruq berilgan. Har bir ayol qo'shnisidan va uyida yashovchi har qanday ayoldan kumush va oltin buyumlar va kiyim-kechaklarni so'rasin. Misrliklarni talon-taroj qilish uchun o'g'il qizlaringizga kiygazing. Shoshmang, Alloh o'g'irlikka buyurishi mumkinmi?
Agar payg'ambar yuborishning asosiy maqsadlaridan biri adolatni o'rnatish bo'lsa, unda qanday qilib birinchi buyruq bunday bo'lishi mumkin? Bu to'g'risida mushohada qilib ko'rish lozim. Davom etamiz. Muso alayhisalomning Fir'avn bilan uchrashishiga o'tishdan avval ikki kitob o'rtasidagi nozik ammo muhim farqni eslatib o'tishim kerak. Fir'avn so'zining ishlatilishi. Bu so'z dastlab saroy ma'nosini bildirgan. Bu so'z miloddan avvalgi 14-asrdan boshlab 18-sulola davrida podshohlar uchun ishlatila boshlagan. Muso yashagan davr. Ammo undan avval ham bir payg'ambar yashab o'tgan edi. Esingizdami? Ha, bu payg'ambar Yusuf alayhissalom edi. Qizig'i shundaki, eski ahdda hukmdorni o'z davrida tasvirlashda Fir'avn so'zi qo'llaniladi, ammo Qur'onda al-Malik, ya'ni qirol so'zi kelgan. Ammo tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, Fir'avn unvoni hali Yusuf payg'ambar davrida hukmdorlar uchun qo'llanilmagan. Oddiy lug'at boyligi ham ilmingiz haqida ko'p narsani aytib berishi mumkin. Ha mayli, davom etaylik. Yana bir narsa, eski ahdda Muso alayhissalom va uning oilasi safarda bo'lganlarida shunday deyilgan. Yo'lda bir mehmonxonada Xudo Musoni uchratib qoldi va uni o'ldirmoqchi edi. Qur'onda esa Muso alayhissalom endi payg'ambar bo'lgandi. Endi u Robbi tomonidan qo'llab-quvvatlangan, vahiy qilingan payg'ambar edi. Qur'onda bunday voqea keltirilmagan. Nihoyat eshiklar ochildi. Akasi Harun bilan birga Muso Fir'avn saroyiga kirdi. U Misrda ancha vaqt bo'lmagan edi. Hammaning ko'zi unga qarab turardi. Shunda Muso: "Ey Fir'avn, albatta men olamlarning Robbidan payg'ambarman. Menga Alloh haqida haqdan boshqani aytmaslik lozimdir. Batahqiq men sizlarga Robbingizdan ochiq-oydin hujjat keltirdim. Men ila Banu Isroilni qo'yib yubor" dedi. Shundan so'ng Muso va Harun Fir'avnning oldiga borib, "Isroilning Xudosi Robbimiz shunday demoqda: Xalqimni qo'yib yubor, ular sahroda menga bayram qilishsin" deyishdi. Fir'avn: Xudo kimki men unga bo'ysunib, Isroilni qo'yib yuboraman. Men Xudoni tanimayman va Isroilni qo'yib yubormayman dedi. Qur'onda Alloh hammani o'z ichiga oluvchi olamlar Robbisi va sizning Robbingiz deb tasvirlangan. Ular umumiy. Eski ahdda esa Isroil Xudosi deyilgan, ya'ni bir xalqning Xudosi. Fir'avn Muso alayhisalomdan Robbing kim deb so'raganda o'ta kuchli javob qaytaradi. Qur'onda eslatib o'tilgan javoblar Misrning soxta xudolar tizimiga qarshi to'g'ridan-to'g'ri javoblar edi. So'ng isbot ko'rsatish vaqti yetdi. U asoni yerga tashladi va u ulkan bir ilonga aylandi. Saroydagi odamlar dahshatdan qotib qolishdi. So'ngra qo'lini qo'yniga soldi. Chiqarganda esa qo'li xuddi quyosh kabi porlab turardi. O'sha paytlarda sehr o'ta mashhur edi. Ular mo'jizani ko'rganlarda esa hammalari yoqa ushlashdi. Ammo Fir'avn o'ta aqlli va hiylakor odam edi. Odamlarni qanday qilib laqillatishni bilardi. Odamlarni diqqatini tortish uchun har xil so'zlar bilan avray boshladi. Biz seni go'dakligingdan o'z ichimizda tarbiya qilmadikmi? Endi noshukurlik qilyapsanmi? Keyin u so'radi: Avvalgi ota-bobolarimiz-chi? Milliy g'urur hissini uyg'otmoqchi edi. U odamlar ajdodlari adashgan bo'lishi mumkinligini osonlik bilan qabul qilmasligini bilardi, ammo Muso hiylani tushundi. U ularning ilmi Robbim huzurida kitobdadir. Robbim adashmas va unutmas dedi. Shunday qilib Muso masalani yopdi, ammo Fir'avn to'xtamadi. U Musoni haqorat qilib ustidan kuldi. Mo'jizani ko'rganda esa shunday dedi: Albatta bu o'ta bilimdon sehrgardir. U xalqimizni yo'ldan ozdirmoqchi bo'lyapti. So'ng vazirlarga qarab ularni avradi. U o'z sehri bilan sizlarni yeringizdan chiqarmoqchi. Xo'sh, nima maslahat berasizlar? Aslida esa Muso alayhissalom faqat Banu Isroilni olib chiqib ketmoqchi edi xolos. Misrliklarni yerlardan haydashni niyat qilmagan edilar. Biroq eski ahdda Muso alayhissalomning mo'jizalari yoki Fir'avnning ushbu birinchi uchrashuvdagi hiylalari haqida hech nima aytilmagan. Lekin unda Fir'avnning Banu Isroilning ish vaqtini oshirgani haqida aytib o'tadi. Agar uddalay olishmasa, ularni jazolashini aytdi. Uning rejasi Muso ularning hayotiga faqat kulfat olib kelganiga ishontirish edi. Fir'avnning so'zlari sehr kabi edi. U haqiqiy ko'zbo'yamachi edi. Bir nechta so'z bilan suhbat mazmunini o'zgartirib, odamlarni o'zi istagan narsaga ishontira olardi. Ammo saroy sarosimada edi. Fir'avn o'z amaldorlarini chaqirib, endi nima qilish to'g'risida maslahatlashdi. Reja aniq edi. U butun Misrdan sehrgarlarni yig'ib, xalq oldida musobaqa uyushtirdi. Bu bilan u Musoni sehrgardan boshqasi emasligini isbotlamoqchi bo'ldi, ammo o'zi bilmagan holda butun Misr ahlini buyuk payg'ambarlik bashoratini ko'rish uchun to'playotgan edi. Tez orada butun xalq risolatni tinglab, haqiqatni o'z ko'zlari bilan ko'rishadi. U Musodan uchrashuv kunini belgilashini so'radi.
Payg'ambar aqlli edi. U dedi: "Va'da vaqtingiz ziynat kuni, ya'ni bayram kunida odamlar choshgohda to'planishi" dedi. Biroq eski ahdda bunday milliy musobaqa haqida hech narsa aytilmagan. Sehrgarlar bilan uchrashuv saroy ichida sodir bo'ladi. Ammo Qur'onning ta'rifida juda qiziq narsa bor. U kuni Yawmuz Zina, ya'ni ziynatlanish va bezanish kuni deb ataladi. Qadimgi Misr bayramlarini ko'rib chiqsak, bunga juda mos keladigan milliy bayramni topamiz. Opet bayrami. Bu har yili nishonlanadigan milliy bayram. Uylar bezatilgan, erkaklar va ayollar kiyingan, ibodatxonalar bezatilgan, butlar bezatilgan va haykallar bezatilgan ko'chalar bo'ylab olib o'tilgan. Boshqacha qilib aytganda, payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallam buni bilishlariga imkon bo'lmasa-da, Qur'on o'sha kunni chinakam mo'jizaviy tarzda tasvirlab bergan. Qur'on nozil qilinishidan bir necha asr avval qadimgi Misr yozuvi yo'qolib ketgan edi. Odamlar uni o'qishni bilishmas edi. Misr yozuvi keyinroq bizning zamonamizda chuqur o'rganildi. Demak, Muhammad alayhissalom Misr manbalaridan xabardor bo'lgan bo'lishi mumkin emas. Bu haqida avvalgi videolarimizda gaplashgandik. Qiziqsangiz ko'rib qo'yishingiz mumkin. Shu sabab chuqurlashib o'tirmayman. Eski ahdda bular keltirilmagan bo'lsa-da, Qur'onda o'sha davrlarga mos ko'plab iboralar keltirilgan. Qur'onga ko'ra, sehrgarlar bilan uchrashuv bayram kuni tong o'rtasida bo'lib o'tadi. Bu vaqtning o'ziga xos bir jihati bor. Qadimgi Misr davrida sehr bayram paytlari va tong o'rtasida kuchli bo'ladi deb ishonilgan. Muso esa ular bilan aynan mana shu payt uchrashishni tanladi. Ajablanarlisi, Qur'on qadimgi Misrning unutilgan bu odatini mo'jizaviy tarzda aks ettiradi. Bu odatlarning birortasi eski ahdda berilmagan. Eski ahdda berilmagan tafsilotlardan yana biri bu Fir'avn odamlardan birining ismi. Uchrashuv kunidan avval Fir'avn amaldorlari bilan qilgan suhbati chog'ida bir qiziq jumlani aytadi. Fir'avn aytdi: "Ey ayonlar, men sizlarga o'zimdan boshqa iloh borligini bilmasman. Bas, ey Hamon, loyga o't yoqib men uchun bir baland qasr qur. Shoyatki unga chiqib Musoning ilohini ko'rsak, albatta men uni yolg'onchilardan deb o'ylamoqdaman." Qur'onning mana shu oyati ancha payt islomga qarshi ishlatilganini bilarmidingiz? Qanday qilib? Hamon ismi eski ahdda ham keltirilgan, ammo butunlay boshqa vaqt va joyda. Mana shundan foydalanib ba'zilar Alloh kechirsin Qur'onni ikkita qissani chalkashtirib yuborganlikda ayblashadi. Ammo tarixiy izlanishlar Qur'on aslida asl mo'jiza ekanini isbotladi. Fir'avnning Hamonga bergan buyrug'iga nazar tashlasak, u qurilish ishlari va tosh konlarini boshlig'i bo'lgan. Hamon aslida kim bo'lgan? Biz izlayotgan javob Venadagi Xof muzeyida saqlanadigan qadimgi Misr yodgorligidan topildi. Qadimgi Misrdagi barcha yozuvlarga asoslanib, olimlar yangi shohlikdagi shaxs ismlari lug'atini tuzdilar. Ular orasida Hamon ismi ham bor edi. Topingchi, uning lavozimi nima bo'lgan? Toshkonlarning boshlig'i. Bu topilmalardan 1000 yillar avval Qur'onda keltirilganidek. Qissaga qaytsak, Misrning barcha aholisi bir joyga to'planishdi. Muso esa ularga Alloh bergan mo'jizalarni ko'rsatish arafasida edi. Sehrgarlar Musoga qarab: "Ey Muso, sen tashlaysanmi yoki biz avval tashlashni boshlaylikmi?" dedilar. U "Yo'q, sizlar tashlang" dedi. Birdan ularning arqonlari va asolari unga sehrlardan xuddi harakatlanayotgandek bo'lib ko'rindi. Musoni qo'rquv bosdi, ammo Alloh u bilan edi. "Biz qo'rqma, albatta sen ustunsan. Qo'lingdagi narsani tashlagin, ularning qilgan hunarini yutib yuborur. Ularning qilgan hunari sehrgarning hiylasi xolos. Sehrgar qayerda bo'lsa ham zafar topmas" dedik. Muso asoni yerga tashladi. Sehrgarlar esa qo'rqib ketishdi. Aso bahaybat ilonga aylanib, ularning soxta ilonlarini birma-bir yutib tashladi. Bu sehrgarlar nima sehru, nima haqiqat ekanini bilishar edi. Hammalari sajda uchun yerga yiqilishdi va iymon keltirishdi. O'sha tongda ular uylaridan butunlay boshqa xayol bilan chiqishgan edi. Endi esa ularning holi butkul boshqacha bo'ldi. Bu voqeadan avval sehrgarlar Musoni mag'lub qilishsa, mukofoti nima bo'lishini so'rashgan edi. Fir'avn ularni o'ziga yaqin bo'lishini va'da bergan edi. Bu juda katta imkoniyat edi, chunki Fir'avn o'zining soxta jannat va do'zaxiga ega bo'lgan tizimni qurgan edi. Uni mamnun qilganlar hashamat ichida yashardi. U kimni xohlasa mashaqqatga solar edi. Fir'avn dedi: "Sizga izn bermasimdan oldin unga iymon keltirdingizmi? Albatta u sizga sehr o'rgatgan kattangizdir. Bas, albatta qo'l oyoqlaringizni qarama-qarshisidan kesurman va albatta sizlarni xurmo tanasiga osurman." Albatta, qaysi birimizning azobimiz shiddatliroq va boqiyroq ekanini bilursiz. Ular dedilar: "Biz seni zinhor o'zimizga kelgan ochiq oydin mo'jizalardan va bizni yaratgan zotdan ustun qo'ymaymiz. Bas,
nima hukm qilsang qilaver, sen faqat hayotiy dunyoda hukm chiqarasan xolos. Albatta biz Robbimiz xatolarimizni va sen bizni majbur qilgan sehrni mag'firat qilishi uchun iymon keltirdik. Alloh yaxshi va boqiydir. Qalblariga iymon kirishi bilanoq qahramon bo'ldilar va o'sha kuni hammalari shahid bo'ldilar. Bu juda dahshatli holat edi. Bu hodisani ko'rgan ba'zi misrliklar ham iymonga kelishdi. Eski buzuq aqidalardan voz kechib, yagona bo'lgan Allohga iymon keltirishdi. Qissaning eski ahdagi ko'rinishida asoni Muso emas, balki Harun yerga tashlaydi. Ammo aynan o'sha qissaning avvalrog'ida bu mo'jiza Musoga berilgan edi. Aftidan bu ikkisi biroz chalkashtirib yuborilgan. Eski ahdagi boshqa aniq farqlar, voqeaning ommaviy bo'lgani va sehrgarlarning iymoni qabul qilingani haqida hech qanday gap yo'q. Shuningdek, eski ahdda asosiy maqsad insonlarning oxiratini obod qilishda emas, balki Banu Isroilning dunyoviy hayotini obod qilish bo'lgan. O'sha kundan so'ng Fir'avn battar vahshiylashdi. Chaqaloqlarni onalardan tortib ola boshladi. Isroilliklarni yanada qiyinroq mehnatga majburlab, o'zi istagan narsaga erishdi. Qissaning ikkala ko'rinishida ham Banu Isroil Musoga shikoyat qilishdi. Ular sen bizga kelmasingdan oldin ham kelganingdan keyin ham ozor tortdik dedilar. Ammo uning javobi ikkala qissada farqlanadi. Qur'onga ko'ra ushbu so'zlar bilan ularni yupatishga urindi. Shoyatki Robbingiz dushmanlaringizni halok etib, sizlarni yer yuziga xalifa qilib qanday amal qilishingizga nazar solsa. Achinarlisi, bugun biz ularning avlodlari qanday qilib dunyoda qudratli mavqega ega bo'lganini va bu bilan nima qilayotganini yaqqol ko'rishimiz mumkin. Menimcha bu haqda ortiqcha gapirishga hojat yo'q. Eski ahdga ko'ra, Muso o'z xalqini yupatmadi, balki u xalqining gapiga kirdi va u Allohga itoatsiz ohangda gapirdi. Muso Alloh oldiga qaytib dedi: "Yo Rabbiy, nega bu xalqni azoblading? Meni nima uchun yubording? Men sening nomingdan gapirish uchun Fir'avnning oldiga borganimdan beri u bu xalqni baloga keltirdi. Sen esa o'z xalqingni qutqarmading." Payg'ambarlardan kutilgan kamolot bilan solishtirganda, sizningcha bu javob biroz noma'qul va axloqsiz emasmi? Muso alayhisalom Fir'avnni sabr bilan iymonga chaqirdi. Fir'avn haqiqatni inkor etishda davom etar ekan, Alloh uning qavmiga balolar yubordi. Suv toshqinlari, chigirtkalar, bitlar, qurbaqalar, suvning qonga aylanishi, qurg'oqchilik va ocharchilik. Hozirgi kunda ham biz bu ofatlarni o'sha davrdagi yashagan misrliklarning qo'lyozmalarida ko'rishimiz mumkin. Bu Niderlandiya Milliy muzeyida saqlanadigan Ipuver papirusi deb nomlangan hujjat. Unga ko'z yugurtiraylik. Ba'zi yozuvlar sizni hayron qoldiradi. Albatta daryo qon edi, ammo odamlar undan ichishdi. Erkaklar insoniylikdan chiqib suvga tashna bo'ldilar. Ya'ni odamlar bir-biridan uzoqlashdi va suvga tashna bo'lishdi. Shubhasiz, kecha bor narsalarning bari yo'q bo'ldi. Yer zig'irdan tozalangan daladek vayrona bo'ldi. Yuqori Misr chiqindiga aylandi. Butun saroy ilojsiz qoldi. Hatto undagi bug'doy, arpa, g'oz va baliq ham. Hamma hayvonlar yig'ladi, mollar ma'radi. Shubhasiz hamma yoqni g'ubor egalladi. 9 kun davomida saroydan chiqishning iloji bo'lmadi va hech kim yonidagi kishining yuzini ko'ra olmasdi. Yer nursiz qoldi. Qirg'in keltiruvchi kasallik o'lat tarqaldi. Ammo bularning hech biri Fir'avn va uning odamlarini o'zgartirmadi. Misrdan ketish vaqti kelgan edi. Allohning buyrug'i bilan Muso alayhisalom odamlarni to'plab maxfiy ravishda tunda yo'lga tushdilar. Tongda esa Fir'avn ularning ketganini bildi. Nom nishonsiz yo'q edilar. Ular qochishganini bildi. Darhol qo'shinini birlashtirib ularning ortidan bordi. 2 kundan so'ng ular dengizga yetishdi. Endi nima qilishini bilmay qolishdi. Shu payt uzoqdan kelayotgan dushman Fir'avn va uning lashkari ko'rindi. Ularni qo'rquv o'rab oldi. "Ey Muso, biz halok bo'ldik" deydi. Oldinda lashkardek xavfli dengiz, orqasida esa dengizdek cheksiz lashkar turardi. Ular butunlay qurshab olindi. Muso dedi: "Yo'q, albatta Robbim men bilan, u menga to'g'ri yo'lni ko'rsatadi." Shunda biz Musoga asoying bilan dengizni urgin dedik. Shunda dengiz ikkiga bo'lindi. Ikkala tomoni ham ulkan tog' bo'lib turar edi. Ular dengiz bo'ylab narigi tomonga o'ta boshlashdi. Ularning ketidan Fir'avn va uning lashkari kira boshladi. Tuzoqqa kirayotganlarini bilmas edilar. Yillar oldin ko'rgan tushi o'ngidan kelayotgan edi. Banu Isroil dengizdan o'tib olgach, dengiz yana o'z holiga qaytdi. Biz Isroil o'g'illarini dengizdan o'tkazdik. So'ngra Fir'avn va uning askarlari ularni zulm bilan ta'qib qildilar. Lekin Fir'avn suvga g'arq bo'layotgan paytda: "Men Banu Isroil iymon keltirgan ilohdan o'zga iloh yo'qligiga ishonaman va men endi taslim bo'lganlardanman" deb baqirdi. Ammo unga: "Endimi oldin isyon qilgan va buzg'unchilardan bo'lgan eding-ku" deyildi. Shu kungacha iymon keltirish uchun ko'p imkon berildi. Unga birin-ketin balolar yuborildi. Har safar shunday bo'lganida u Muso
Musa alayhissalomdan Robbingga duo qilib, bu qiyinchiliklarni ketkazgin deb so'rar edi. Hammasi iziga tushishi bilan buzg'unchilikda davom etardi. Bunday soxta iymon unga foyda keltirmadi. Fir'avn va uning lashkari butunlay yo'q qilindi. Qur'on qissaning mana shu qismida ajib bir ibora keltiradi. Bas, ularga osmon ham, yer ham yig'lamadi. Nega Qur'onda bunday ibora ishlatilgan? Qadimgi Misr tarixiga yuzlansak, ajabtovur bir javobni topamiz. O'sha paytlari Fir'avn vafot etsa, osmon va yer u uchun yig'laydi deb ishonilgan. Bu ma'lumot 5-sulola piramida yozuvlaridan topilgan. Ularda sen uchun osmon yig'lar, yer silkinar deyilgan. Bu qo'lyozmalarni o'qish imkoni bo'lmagan bir paytda Qur'on aynan mana shu so'zlarni keltirgan. Bularning hech biri eski ahdda keltirilmagan. Yana bir keltirilmagan narsa Fir'avn jasadi haqidagi haqiqatdir. Qur'onning Yusuf surasi 92-oyatida Alloh taolo Fir'avnning jasadini kelajak avlodga o'rnak uchun saqlab qo'yishini aytadi. Haqiqatan ham diqqatga sazovor tomoni shundaki, ikkita kashfiyot aynan shu oyatga mos keladi. Birinchisi, 1896-yilda Misrda arxeologik tadqiqotlar olib borilganda, Fibadan 40 kilometr janubda joylashgan Gebelin hududida qirg'oqda yotgan 6 ta jasad topilgan. Bir necha asr vaqt o'tgan bo'lsa ham, bu jasadlar hali ham chirimagan edi. Eng dahshatlisi shundaki, ularning hammasi sajda qilgan holda yotar edilar. Hozirda bu jasadlar Britaniya muzeyiga olib ketilgan va saqlanmoqda. Ularni kuniga yuzlab odamlar ko'radi. Mumiyolanmagan bo'lsalar ham, ularning jasadlari asrlar davomida chirimay saqlanib qolingan. Bu Fir'avnning tanasi haqidagi birinchi nazariya. Ikkinchisi esa Qur'on oyatini haqiqatan ham inkor etib bo'lmaydigan ekanligini ko'rsatadi. Xo'sh, u nima o'zi? 19-asrdan boshlab olimlar Misrning turli mintaqalaridan Fir'avn mumiyolarini topa boshlashdi. Bugungi kunda Musa payg'ambar davrida yashagan deb hisoblangan barcha fir'avnlar muzeylarga ko'rgazma sifatida qo'yilgan. Agar uni jasadi mudhish voqeadan ko'p o'tmay topilgan bo'lsa, balki saroy ahli uning jasadini olib borib boshqalar kabi mumiyolashgandir. Demak, Fir'avn 1896-yilda topilgan o'sha 6 ta jasaddan biri bo'lganmi yoki uning jasadi o'z vaqtida topilib mumiyolanganmi, baribir Qur'onda aytilganidek saqlanib qolingan va kelajak avlodlarga ko'rsatilgan. Albatta, Qur'on nozil bo'lganida hech kim qadimgi misrliklarning jasadlarini mumiyolash orqali saqlab qolishini bilmas edi. Banu Isroil Fir'avnning shafqatsizligidan mo'jiza tufayli qutulib, ozodlik sari ilk qadamlarini tashlay boshladi. Sahroda yangi hayot boshlandi. Ammo ular yo'lini yo'qotgan qavm edilar. Ilohiy ko'mak ular uchun juda muhim bo'lgan. Shunda Alloh Musoni Sinay tog'iga risolat berish uchun chaqirdi. Bu shunchaki uchrashuv emas edi. Osmonlar va yerning Parvardigoridan o'sha kuni eng ulug' ilohiy kitoblardan biri bo'lmish Tavrot nozil bo'ldi. Avvaliga Alloh bu uchrashuvni 30 kunga deb belgiladi. Musa payg'ambar qavmini ogohlantirdi va Alloh huzuriga yo'l oldi. Musa alayhissalom ketishi bilan Alloh sinov sifatida yana 10 kun qo'shdi. Qachonki u va'da qilgan kunida qaytmaganida, uning qavmi orasida yashiringan illat yuzaga chiqa boshladi. U Kalimulloh, ya'ni Alloh bilan to'g'ridan-to'g'ri gaplashayotgan edi. Ana shu tog'da ajib bir voqea sodir bo'ldi. Oxirida Alloh unga tosh taxtalarga yozilgan ahdni berdi. Musa alayhissalom qavmiga qaytishga ishtiyoqmand bo'ldi. U qaytgach esa qavm o'ta yomon ahvolda qolgan edi. Allohning mo'jizasiga guvoh bo'lgan qavm endi oltindan yasalgan sigirga sig'inib o'tirishardi. Shunchalik jahli chiqib, Allohdan bunday xabar olishga loyiq emassizlar degandek lavhlarni yerga tashladi. Toqqa ketishdan avval payg'ambar Xorunni o'rinbosar qilib qo'ygan edi. Akasi o'z vazifasini uddalay olmaganini ko'rgan Musa uning soqolidan ushlab tushuntirishini talab qildi. Ammo butni kim yasagan edi? Eski ahdda keltirilgan javobga ko'ra payg'ambar Xorunni o'zi yasagan. Ammo u Allohning sherigi bor deyishdan qaytarish uchun kelgan payg'ambar edi-ku. Qanday qilib Alloh o'zi tanlab olgan zotlar oddiy musulmon qila olmaydigan gunohni qilishi mumkin? Afsuski, bu o'sha davrlarda eski ahdni o'zgartirganlarning ochiq yolg'onidan boshqa narsa emas. Ammo Qur'on boshqacha ta'sirlaydi. Aytiladiki, butni yasagan insonning ismi Samiri ismli bir kishi edi. Buni aytish bilan Allohning payg'ambarini bunday dahshatli ayblovdan tozalabgina qolmay, yana bir arxeologik mo'jizani ham ochib beradi. Xo'sh, qanday mo'jiza? Musa alayhissalom ketgach, Samiri ismli kishi oldinga, o'rtaga chiqdi. Odamlar unga oltinlarni berishlari uchun ularga "Sizga xudoyingizni haykalni yasab beraman" dedi. Samiri oltinni eritdi va uni sigir shakliga keltirdi. Bu bilan to'xtab qolmay, sigir ichiga teshik yasadi. Ana shu teshik ichidan sigirning ma'ragan ovozi eshitilardi. Endi qiziq joyi keldi. Samiri ismli kishi eski ahdda topilmagan.
Ammo qadimgi Misr manbalarida Smeru deb ataladigan 9 ta ruhoniylar guruhi mavjud bo'lib, ular Smer yoki Sem ruhoniylari deb ham ataladi. Bu ruhoniylar og'iz ochish marosimlarida qatnashib, haykal yoki hatto o'lik odamni gapirayotgandek ko'rsatishardi. Ko'zbo'yamachilik bilan albatta. Endi o'ylab ko'ring, ovoz chiqaradigan oltin buzoq va ularni qurganning ismi xuddi Smerga o'xshaydi. Bular bir-biriga o'xshash emasmi? Musa alayhisalomning tashviqotlari bilan isroilliklar to'g'ri yo'l tomon yura boshlashdi. Ammo bu ularning unga nisbatan birinchi marta noshkorlik qilishlari emas edi va oxirgisi ham bo'lmaydi. Ular sahroda 40 yil adashib yurishdi. Musa alayhisalomdan Alloh taoloning amrini eshitib, bizni masxara qilyapsanmi degan paytlari ham bo'lgan. Boshqa paytlarda Alloh taolo ularga osmondan eng qimmatli taomni tushirar edi, lekin ular nima, har kuni shuni yeymizmi, boshqa narsa xohlaymiz deyishdi. Alloh taolo ularga zolim qavmni ko'rsatib, jang qilishni buyurdi. Ammo ular payg'ambarga borib Robbing bilan urushib kelaver, biz shu yerda o'tirib turamiz deyishdi. Ular hatto Robbimiz emas, Robbing deyishdi. Ularning itoatsizligi shu darajaga yetgan ediki, Musa payg'ambar Allohga yuzlanib, "Ey Robbim, albatta men o'zim va birodarlarimdan boshqaga ega emasman" dedi. Isroilliklarning orzusi va asosiy maqsadi Quddus yeriga yetib borish va uni o'z uylariga aylantirish edi. Bu payg'ambar Musoning ham orzusi edi. U butun hayoti davomida o'sha yerlarni qumsab yashadi. Ammo xalqning tinimsiz itoatsizligi va qo'rqoqligi tufayli umr bo'yi orzu qilgan istagi amalga oshmay vafot etdi. Bu so'z bilan tasvirlab bo'lmas og'ir judolik. Garchi biz ushbu hikoyaning kichik bir qismini yoritgan bo'lsak ham, hozirgacha shu aniq bo'ldiki, eski ahddagi qissa o'zgartirilgan va buzilgan. U Allohga ham, uning payg'ambarlarga ham hech qachon mos kelmaydigan da'vo va sifatlarni o'z ichiga oladi. Alloh o'g'irlikka buyuradimi? Payg'ambar Xudoga isyon qilib, uni adolatsizlikda ayblarmidi? Payg'ambar oltin haykal yasab odamlarni unga sig'inishga chorlarmidi? Endi Qur'on bizga nimani ko'rsatdi? Qur'on haqiqatan ham Allohning kalomi ekanligini shubhasiz ko'rsatadigan bir qator mo'jizalar bor. Gaplashgan narsalarimiz haqida o'ylab ko'ring. Eski ahdda hamma Misr hukmdorlari Fir'avn deyilgan bo'lsa-da, Qur'on har bir hukmdorning davriga ko'ra o'ziga mos nomni ishlatadi. Qur'onda bezatish va go'zallik kuni iborasi ishlatilgan va o'sha paytda qadimgi Misrda nishonlangan haqiqiy bayramga juda mos keladi. Unda Hamonning tarixda qanday rol o'ynaganligi, toshkonlarni boshqarishi va qurilish ishlari haqida so'z boradi. Kelgan balolar birin-ketinlikda sanaldi. Osmon ham, yer ham u uchun yig'lamadi oyatida qadimgi Misr odatlariga yaqqol ishora berilgan. Yana unda Fir'avn jasadi saqlab qolinishi aytilgan. Samiri ismini aytish orqali Qur'on o'sha davrdagi ruhoniy guruhga ishora qiladi. 7 ta mo'jiza. Alloh taolo o'sha davrni aniq va batafsil tasvirlash orqali bizga sodir bo'lgan har bir narsani bilishini ko'rsatdi. Hatto insonlar orasidagi suhbatning keltirilishi ham Allohning hamma narsadan xabardor ekaniga ishora qiladi. U hammasidan xabardor. Xo'sh, bu aniq dalillardan so'ng, agar kimdir hali ham haqiqatga ko'zlarini yummoqchi bo'lsa, uning Fir'avndan qanday farqi qoladi? Biz mana shu hikoyadagi kimga o'xshaymiz? Haqiqatni ko'rishi bilan taslim bo'lgan sehrgarlargami? Yoki ko'z o'ngida haqiqatni bir necha bor ko'rsa ham baribir tan olmagan Fir'avnga o'xshaymizmi? Allohdan kelgan buyruqqa chin dildan labbay deya o'z chaqalog'ini savatga solib oqizgan onaga o'xshaymizmi? Yoki haqiqatdan qalblari to'silgan va Allohning payg'ambaridan yuz o'girgan qavmga o'xshaymizmi? Yo abadiy saodat, yoki abadiy jannat, yoki abadiy jahannam. Tanlov o'z qo'lingizda.